Listening readingiz 6-6,5 ni qotib qoldi va qanaqa qilib tez muddatda o'stirishni bilmaysiz, to'g'rimi? IELTS 8,5 challenge bugun 13-kun. Listening bilan readingga haqiqatda o'stirish uchun bitta ishni muntazam qilib borish kerak bo'ladi. Bu ish so'z yodlash hisoblanadi. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Xo'p, so'z yodlash kerak ekan. Statistikaga ko'ra ingliz tilida 600 mingga yaqin so'z bor va uning ichida 170 mingtasi har doim ishlatib kelinadi. Buni eshitgan o'quvchi qo'rqib ketishi mumkin. Menga IELTS dan zo'r baho olish uchun 170 mingta so'z yodlashim kerakmi? Yo'q, aslida bu narsa umuman kerak emas. Hozir sizga 3 ta resurs beraman so'z yodlashga va o'sha yerdan o'zingiz xohlasangiz birinchisi, xohlasangiz ikkinchisi, xohlasangiz uchinchisidan so'zlarni yodlab turib, bemalol darajangizni 7,5, 8 va undan ham yuqoriga ko'tarib olishingiz mumkin. Birinchi navbatda Essentials Vocabulary setini yodlash maslahat beraman. 6 ta volyum bor. 6 ta volyum ichida общий qiymatda 3600 ga yaqin so'z bor. Mana shu 3600 ta so'z IELTS da eng ko'p tushadigan so'zlar va buni hammasini to'liq yodlab olish bilan readingga bemalol, haqiqatda bemalol 7, 7,5 va 8 ga yecha olasiz. Ikkinchi navbatda Destination kitoblarini maslahat beraman. Destination kitoblari ingliz tilidagi har bitta darajaga bo'lingan. Har bitta unitda vocabulary beriladi va har xil mavzularga ko'ra. Обязательно shu videoni saqlanib qiling va reading yoki listeningda qiynalayotgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Destination kitobidagi so'zlarni to'liq yodlab tugatgan o'quvchilar hozirgacha hali beri reading yechish yoki listeningda muammolarga duch kelishmagan. Uchinchi, eng ko'p tarqalgan narsa bu o'zi qilayotgan listeningimiz hamda yechayotgan readingimizdan chiqqan so'zlarni belgilab tarjima qilib yodlash hisoblanadi. Va albatta so'z yodlayotgan paytda ikkita ishni обязательно qilish kerak. Birinchisi, har doim vocabulary bank tutishimiz kerak bo'ladi. U nima? Bitta bloknot olasiz va yozma ravishda hamma yodlayotgan so'zlaringizni bir joyga yig'asiz. Chunki odam ko'z bilan ko'rib turish kerak, qancha so'z уже yodlab bo'ldi va qancha so'z yana yodlash kerak. Ikkinchi navbatda eng yordam beradigan narsa so'z yodlayotganda flash kartlarni ishlatish. Flash kart deganda bitta so'zni tarjimasini orqa tomonga va so'zni o'zini oldi tomonga yozasiz. Shu ishni qilib turib, o'quvchilar haqiqatda so'z borlik darajasini qisqa muddatda ancha kengaytirishgan.